Assalomu alaykum obunachilar. Navbatdagi darvozamizni Xayrobod qayer bu yer? Chuqur qishloqqa olib kelib o'rnatdik. Kech bo'lishiga qaramasdan egasiga va'da qildik. Shu kunda mana olib kelib o'rnatdik. Juda chiroyli bo'ldi. Prosta endi uncha yorug'qa baribir boshqacha ko'rinadi. Kechqurun ham qo'ldan kelgancha video ko'p qo'yapmiz. Obuna bo'lib qo'yib, yurakchani qizartirib, kimga yoqqan bo'lsa, qaysi do'stingizga shunaqa darvoza kerak bo'lsa, nomerlarga telefon qilaverasizlar, videoni tashlab qo'yingizlar. Razmerlarimiz 3,5 ga 3. Kimga narxi qiziq bo'lsa, plus belgisini qoldirsin, biz batafsil ma'lumot beramiz. Har doimgidek 1/1 6 ga 4 2 1 zamoglari nержавейка qo'yib berdik. Ruchkalari bilan mana yopilishlari, ichki taraflarini ko'rsatamiz. İçki taraflarda ham moshina qilib bildirib, taylari shekilga qo'ydik. Beryapmiz. Yopilishlari juda chiroyli. Ishlarimizni kuzatib boring. Bundan-da yaxshiroq darvozalarni ko'rsatib boramiz, xudo xolasa. Obuna bo'lib, yurakchan qizartirib qo'ying. Kattakon rahmat podderishka uchun. Podderishka juda zo'r bo'lyapti. Rahmat.